بسم الله الرحمن الرحيم. Hozir kulliy ya'ni kulliyotni qismlariga kirishlikdan oldin biz kulliy haqida ozgina to'xtalamiz. Qisqacha ta'rifini aytdik. Ya'ni buni ta'rifiga inshaalloh matn dars qilib o'tishlik asnosida chuqur kirishamiz. Lekin baribir ya'ni bir tushuncha hosil bo'lishligi uchun albatta sobiq ma'lumot lozim. Shuning uchun ham siz masalan faraz qiling, bir aborigen odamni oldiga kompyuter qo'ydingiz masalan. O'sha kompyuter masalan umuman u to'g'risida ma'lumot yo'q, ya'ni sobiq ma'lumot yo'q. Lekin uni his organlari bor, uni aqli bor, voqelikda turibdi masalan kompyuter. Lekin unda shu sobiq ma'lumot, bu texnikalar to'g'risida, shunga o'xshagan vositalar to'g'risida bir tushunchasi bo'lmasa, u befoyda. Uni ushlab ko'radimi, his qilib ko'radimi, aqlini ishlatadimi, baribir tushunchaga ega bo'la olmaydi. Shuning uchun ham biz hozir baribir matnning o'zida bu narsani o'tsak ham, lekin nomi, ya'ni G'uji kalimasining nomi al-kulliyatul xoms bo'lgandan keyin shu 5 ta kulliy narsalar bo'lganligi uchun biza bu narsani oldindan bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Shuning uchun biz sekin-sekin bu narsani tushuntiryapmiz. Xo'p, kulliy degani o'zi kulga nisbatlangan. Ya'ni shundayki umumiy, ya'ni kulliy bo'lgan ma'noga dalolat qilganligi uchun bu narsalarga, bu tushunchalarga kulliyot deb nomlangan. Ya'ni bu degan nima degani? Ya'ni juz'iy emas demoqchi-da. Juz'iy emas. Masalan, kulliy biz aytdik aql vositasida, ya'ni faqatgina aql bilan inson u narsani idrok qilishi mumkin. Lekin u bir yakka bo'lgan tushunchadan ko'proq narsaga voqe bo'ladi, dalolat qiladi. Shuning uchun uni ham kulliy deyiladi. Juz'iy degani u yerda ham biz aql bilan u narsani idrok qilamiz, lekin u faqatgina bir fardgagina ishlatilinadi. U narsani juz'iy deyiladi. Demak, kulliy bor ekan va juz'iy degan narsa bor ekan. Masalan, kulliyga misol aytadigan bo'lsak, hayvon deydigan bo'lsak, hayvon bu kulliy narsa. Chunki hayvon degan so'zimizga inson ham kiradi, ot ham kiradi, it ham kiradi va hokazo. Ya'ni tirik jonzot borki, unga nisbatan biz hayvon, ya'ni tirik jonzot deb ishlata olamiz. Albatta bu yerda ya'ni masalan hayvonni insonga nisbatan ishlatyapmiz. Bu yerda har bir tilning o'zining xususiyatlari bor. Garchi hayvon degan narsa salbiy bir ma'noni ham o'z ichiga oladi, insonga nisbatan ishlatilinsa. Lekin biz bu yerda hozir o'zbek tili haqida gapirmayapmiz. Hayvon degani haydan olingan, hay degan ya'ni tirik degan kalimadan ishtiqoq qilingan. Ya'ni bu narsani lug'atshunoslar etimologiya deyiladi, ya'ni kelib chiqishligi. Shuning uchun ham tirik jonzotga nisbatan hayvon deyiladi. Endi shu nuqtai nazardan biz tirik jonzot deganda ham hayvonga, ham insonga va hayvonni turlariga nisbatan ham ishlatamiz. Ot ham va hokazo, sigir, bular hammasi hayvondir. Lekin ko'ryapsizlar-ku, bitta kalima biz u narsani tushunamiz, aql bilan idrok qilamiz, lekin ko'p narsaga ishlatilyapti, ko'p narsaga dalolat qilyapti. Mana shu uni kulliy bo'lishligidir. Juz'iyga misol aytadigan bo'lsak, masalan, zaydun kalimasi. Zaydun kalimasi. Zayd desa, ya'ni Zayd bu atoqli ot. Biz tanigan bir odamni oti Zayd deylik yoki Muhammad deylik. Ya'ni bir o'zimizni tanishimizga nisbatan atoqli ot bo'lgan holatda u faqatgina bir shaxsga dalolat qiladi. Shuning uchun bu kulliy bo'lmaydi, bu juz'iydir. Tushunarligi? Endi yoki bu daraxt deydigan bo'lsak, masalan, bu daraxt deb qo'ysak, unda u ham kulliy tushuncha. Lekin bu daraxt deydigan bo'lsak, aniqlab muayyan bir daraxt nazarda tutib aytadigan bo'lsak, u juz'iy narsa bo'ladi. Chunki faqat shu narsagagina dalolat qilganligi uchun. Endi demak biz kulliy va juz'iy degan narsa haqida
tushundik. Endi qisqacha bo'lsa ham va kulliyotlar 5 ta dedik. 5 ta kulliyotlar ular jins, nav, fasl, xossa va arad omdir. Mana bu 5 ta kulli umumiy bo'lgan narsalardir. Ya'ni nimaga bular bu tushunchalarga kulli deyildi? Chunki bular bitta narsagagina dalolat qilmaganligi uchun. Demak, ko'p narsaga dalolat qilganligi uchun, bittadan ko'p narsaga dalolat qilganligi uchun bularni kulli deb nomlandi. Endi nima uchun bu 5 tasi deydigan bo'lsak, chunki umumiy kulli bo'lgan, ya'ni tushunchalarni tahlil qilishlik paytida, ya'ni ularni o'sha ya'ni afrodlar orasidagi aloqalari e'tiborga olinadi. Masalan, kulli dedik, demak, kulli deganimizda bir kulli boshqa narsani o'z ichiga oladimi degan savol. Ha, oladi desak, demak, u jins bo'ladi. Yoki faqatgina muayyan bir navga xosmi degan savol bersak, ha, unda u nav bo'ladi. Masalan, inson deydigan so'zimiz bu kulli narsa, chunki bitta narsaga dalolat qilmaydi bu narsa, ko'p narsaga dalolat qiladi. Xo'p, bu narsa bilan ko'p narsa idrok qilishimiz mumkin, lekin bu muayyan bir navga xosmi inson? Ha, albatta inson deganda biz muayyan navga xos, kullilarning ichida. Shuning uchun bu narsani nav deymiz. Yoki yana keyingi savoli, masalan, masalan shu kulli boshqasidan ya'ni bir navni ajratadimi yo'qmi degan savol bo'lishi mumkin. Unda u fasl bo'ladi. Chunki masalan fasl deydigan bo'lsak, boshqa bir navga kiradigan masalan narsalarni boshqasidan ajratadi. Masalan, biz insonga ta'rif berishligimiz paytida nima deymiz? Al-insanu hayvonun notiqun deymiz. To'g'rimi? Al-inson hayvon notiq deymiz. Insonga ta'rif bergan paytda, to'g'rimi? Nima notiq degan narsamiz biz boshqa hayvonlardan ajratadi. Demak, masalan, hayvonlikda biz ot bilan yoki boshqa hayvonlar bilan sherikmiz, tirik jonzotlikda, lekin notiqlikda, idrok qiluvchi, gapiruvchilikda biz notiqqa mantiq ma'nolarini bahs qilganda o'tdik. Demak, faqatgina gapiruvchi emas, 3 ta ma'noda mushtarak, o'sha narsani e'tiborga olib tarjima qilasizlar har doim. Demak, biz agar hayvonlar ichida muayyan bir navni qasd qilib va boshqa navdan uni ajratishlikni qasd qiladigan bo'lsak, unda biz u navni ishlatamiz. Va faslni ishlatamiz. Kechirasizlar, fasl. Chunki fasl ajratib beradi. Ya'ni masalan hayvonlikda inson ham sherik, boshqa hayvonlar ham sherik, lekin biz notiq deyishligimiz bilan bu fasl bo'ldi. Ya'ni o'sha hayvonlikda sherik bo'lgan narsalarni ajratdi, chiqarib yubordi. Yoki keyingisi bu paydo bo'lgan tushunchami yoki o'zi eskidan ham bormidi degan tushuncha. Agar savol beradigan bo'lsak, bunda arad am degan narsa kelib chiqadi. Ya'ni umumiy arad degani, ya'ni umumiy paydo bo'lgan narsalar. Bular ham mana shu 5 ta narsa, bularni albatta hali batafsil o'tamiz kitob asnosida. Mana shu 5 ta narsa bu kulliyot xoms deyiladi. 5 ta kulliyot deyiladi. Buni o'sha mantiq asoschilari ya'ni o'sha universali deyshadi yoki o'sha kategoriyalar deb nomlashadi boshqa tillarda. Lekin arab tilida al-kulliyat al-xoms deyiladi. Mana shu 5 ta narsaga jins, nav, fasl, xossa, arad omga. Endi savol bo'ladi, kulliyotlarni nima keragi bor? Inshaalloh, ya'ni bu ham o'ta muhim savol. Bu narsalarni aniq ta'rif berishlikda narsalarga va ular haqida to'liq idrok va tushuncha hosil qilishlikda juda ham kerak bu narsa. Agar bu narsalarni siz ajratmasangiz, bu narsalar haqida siz bir tushunchaga ega bo'lmasangiz, bu narsalar to'g'risida siz umuman, ya'ni biror bir narsani fikrlashlik, o'sha narsani xulosa qilib, tushuncha qilib olishlikda ham xato qilasiz va bu narsalar ta'rif berayotganda ham juda ham ko'p ishlatilinadi. Ya'ni siz biror bir narsaga u barobarki tushuncha bo'lsin, predmet bo'lsin, o'sha narsaga siz ta'rif berayotgan paytingizda
bu narsalarni bilmasangiz, sizni ta'rifingiz to'liq, ya'ni jami' va moni' bo'la olmaydi hech qachon. Ya'ni nuqsonli bo'ladi. Va tanoquz ham hosil bo'ladi o'z-o'zidan. Ya'ni bu endi albatta mantiq ilmi, umumiy mantiq ilmiga bog'liq bo'lgan narsalardan. Demak, bu albatta bu kirish qismi edi va isag'uji kalimasini ma'nosi bo'lganligi uchun isag'uji, ya'ni o'sha bitta ma'nosi dedik, bir ikki xil ma'noga ega dedik. Birinchisi o'sha al-muqaddima wal madkhal, ikkinchisi esa al-kulliyatul xomis. Shuning uchun ham biz hozir bu yerda qisqacha soddaroq qilib to'xtaldik. Inshaalloh ya'ni matn o'rganishlik, o'qishlik davomida batafsil bu narsaga kirishamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Albatta bu yerda muallif Asiruddin al-Abhari rahmatullohi ta'ala alayhi basmala bilan boshladilar va bu albatta buni tavjihotlarini ko'p kitoblarda bahs qilib o'tganmiz. Nima uchun? Ahli tasnif va ulamolar o'zlarining risolalarini, kitoblarini basmala bilan boshlashliklari haqida. Shuning uchun ham bunga to'xtalmaymiz. Demak, basmala bilan boshladilar. Biz ko'p takrorlab aytgan shu tavjihotlarga asoslanib va aytdilarki, qala shayxul imamu al-allamatu afdalul ulama'il mutaakhirin qudwatul hukama'ir rasikhin Asiruddin al-Abhari tayyiballohu tharahu va ja'ala al-jannata mathwahu. Qala ash-shaykh. Demak, bu yerda albatta savol bo'ladi. Bir kishi agar o'zi kitob yozayotgan bo'lsa, o'zini shayx, imom, alloma, afdalul ulama'il mutaakhirin deb sifatlashligi mumkinmi degan narsa. Bu qandaydir erish tuyulmaydimi? Bu ham bo'lsa, bu kishi o'ta hokisor va tavozuli bu inson bo'lganlar. Biz aytdik, o'zlari dunyoda o'zlarining tasnifotlari bilan mashhur bo'lgan holatda o'zlari Shayx Kamaluddin ash-Shafi'i rahimahullohning huzurlarida o'tirib, tiz cho'kib, dars olib o'tirardilar talabalarga o'xshab. Endi shu kishi o'zlarini shu risolalarini shunaqa yozishlari mumkinmi o'zlari? Yo'q, albatta. Shuning uchun ham bu yerda eski kitoblarni o'qiganda shu narsaga e'tibor berish kerak va bu albatta oldingi paytda nussohlar bo'lgan, nasikh jami nussahun, ya'ni nasx, ya'ni ko'chiruvchilar bo'lgan. Ya'ni bunaqangi hozirgi paytdagi tipografiya bu 18-19-asrda ixtiro qilingan bo'lsa, umuman ya'ni pechatni mashina nazarda tutyapman. Lekin ungacha faqat nusxa ko'chirishgan va xattotlar, nusxa ko'chiruvchilar ularni ilmni tarqalishlikda juda ham ahamiyati katta bo'lgan. Hadis kitoblarida, xususan mustalah kitoblarni o'qisanglar, albatta nusxalar alohida o'tilinadi, chunki hadisni nusxalariga juda ham katta ahamiyat beriladi. Bu to'g'risida juda ham ajoyib bahslar bor. Ba'zida shunday ham bo'lganki, nusxa ko'chiruvchilar musulmon bo'lmagan, ya'ni nasroniy bo'lgan, yahudiy bo'lgan kishilar ham bo'lgan. Lekin ular o'sha bitta nusxani ulamolar bo'ldi deb kopiya qilindi deb turib shunday tashlab qo'yishmagan, tekshirishgan. Shuning uchun ham ular musulmon bo'lmasa ham, lekin husni xatti bo'lganligi uchun, tez yozganligi uchun ularni ham e'tibori, hurmati baland bo'lgan. Ularni nusxalari ham e'tiborga olingan. Har bitta nusxada, masalan, eski hadis kitoblarini o'qiydigan bo'lsanglar, qo'l yozmalarini, har bitta nusxada oxirida o'sha nusxaga guvoh bo'lgan yoki shu qaysi nusxa qaysi shayxiga ard qilingan, o'qib topshirilgan va qanday mulohazalar bor, kim guvoh bo'lgan, mahdar deb qo'yiladi. O'sha o'qilayotgan paytda kim eshitgan, shu hammasi tarixlar yoziladi. Shuning uchun ham masalan hozirgi paytda, ya'ni u nusxa ko'chiruvchi yahudiy ekan yoki nasroniy bo'lgan ekan desa, ular atay xato qilish mumkin-ku degan narsa bo'ladi. Albatta unaqa harakatlar ham bo'lgan. Lekin ular baribir uzoqqa bormay fosh bo'ladi. Shuning uchun ham nusxalarda, albatta e'tiborli nusxada o'sha oxiriga tarixlari yozilinadi, qo'l qo'yiladi, kim yozgan, kim guvoh bo'lgan, qaysi shayxga o'qib berilgan. Shuning uchun nussohlarni, nosixlarni, nusxa ko'chiruvchilarni ilmni tarqalishligida juda ham ahamiyati katta bo'lgan.
Shuning uchun ham ularning odatidan bo'lgan, ular ahli ilm bo'lganligi uchun ular ham ko'pincha o'sha musannifga nisbatan ehtirom bilan, duolar bilan yozishgan. Garchi masalan ahli hadislarda imlo degan narsa ham bor. Ya'ni ular masalan hadis aytayotgan paytda yaxshi tez yozadiganlar yozgan, ya'ni muhaddis aytgan narsani. Va muhaddis barobarki yoddan aytgan bo'lishi mumkin yoki o'zining nusxasidan hadis o'qigan bo'lishi mumkin. Bu yerdagilar o'sha narsani yozishgan. Mana shunaqangi holatda ham, misol uchun yozayotgan talab ilm hech qachon masalan muhaddis aytdiki, aqulu deb aytadigan bo'lsa, qola deb yozib qo'ya qolmaydi yoki aqulu deb yozib qo'ya qolmagan. Balki u yerda nima degan? Ehtirom uchun, u ustoz bo'lganligi uchun, bu talab ilm bo'lganligi uchun ular qola ash-shaykhu al-allamatu rahimahulloh yoki radhiyallohu anhu tiri bo'lgan holatda bo'lsa yoki shogirdi aytgan bo'lsa, ustozining so'zini naql qilayotgan bo'lsa, mana shunaqangi tayyiballohu tharahu rahimahullohu rahmatan wasi'a va shunga o'xshagan duolar bilan aytishgan. Yozganda xuddi shunday yozib ketishgan. Shuning uchun bu yerdagi masalan Asiruddin al-Abhari o'zlari nusxalarida hech qachon bunday o'zlari bunday yozmaganlar. Balki bu o'zlarining shogirdlari yozayotganligi uchun, ustozlarga nisbatan hurmat, ehtirom bo'lganligi uchun ular ustozim aytdi degan narsani yoki quruq aytib ketmasligi uchun ular qola shayxul imamu deyaptilar. Ya'ni ehtirom bilan, hurmat bilan yozyaptilar. Yo'inki ikkinchi ehtimol bu yerda nusxalar biz aytgandek, nusxa ko'chiruvchilar ehtirom bilan bu zotga shu yozgan narsalarga ehtirom bo'lganligi uchun u qaysidir nusxadan ko'chirgan bo'lsa ham, lekin o'sha nusxada bu narsa bo'lmasligi mumkin. Shunday bo'lsa ham ular bu narsalarni qola shayxul imamul allamatu deb turib bu kishini madh qilib, chunki qilgan xizmatlarini, ilmiy xizmatlarini bir taqdir qilib, shuning uchun bularga nisbatan shunaqangi sifatlar bilan va oxirida duolar bilan yozishgan. Demak, qola bu yerda albatta fa'il ash-shaykhul imamu al-allama va qolani maqula nahmadulloh ala tawfiqihi bo'ladi. Ya'ni nahmadulloh ala tawfiqihi bu ya'ni jumla bo'ladi, nasb mahallida maf'ul bo'lganligi uchun qolaga. Demak, qolani albatta maf'uli jumla bo'ladi va bu yerda ko'pincha bu fa'il maf'ul deyilmaydi-da, qolada qola maqula deb ketilinadi. Ya'ni qola maqul, maqulul qawl degan narsa keng olingan, maf'ul bihi deyilmaydi, maqulul qawl deb qo'yiladi. Ash-shayx bu yerda shayx kalimasi garchi bir yoshi o'tgan insonga nisbatan ishlatiladi o'zi. Ash-shayx yoki ash-shayxa deydigan bo'lsak, masalan, qari, shuyuxun jama, gohida mashayix ham keladi. Lekin istilohda arab tilida ash-shayx deganda ehtiromli, ilmga ega bo'lgan zotga nisbatan ishlatiladi, yosh bo'lsa ham. Agar siz yosh bo'lsangiz, lekin ilmga ega bo'lsangiz, sizga nisbatan shayx deb ishlatilsa bo'ladi. Ya'ni faqatgina qari yoshi katta bo'lish shart emas. Demak, arablarda bu narsa hozir ham bor. Ya'ni hozir ya'ni ahli ilm kishiga nisbatan shayx deb ishlatiladi. Yoki ehtirom bilan siz aytmoqchi bo'lsangiz shayx deyiladi. Al-imam, imomdan iroda qilingansa qudva, peshvo nazarda tutilgan. Ya'ni insonlar ergashadigan. Imam xuddi amam degan so'z, ya'ni oldindagi kishi deganida. Ya'ni doim imom doimo xalqni, musulmonlarning oldida bo'ladi. Xo'p, al-allama ya'ni bu sig'i mubolag'a bilan, ya'ni biluvchi degani ko'p narsani biluvchi, puxta biluvchi degan ma'noda. Va afdalul ulama'il mutaakhirin, mutaakhir ulamolarning eng afzali. Ya'ni mutaakhir degani o'zi aslida olganda biz umuman olganda islom tarixini ulamolariga nisbatan ikki vaqt e'tiboridan ikki qismga bo'linadi.
Birinchisi mutaqaddiminlar, ikkinchisi mutaakhirinlar. 3 asrgacha, hijriy 3-asrgacha bo'lgan kishilar hammaligisi mutaqaddimindir. Undan keyingi zotlar mutaakhirin hisoblanadi. Demak, 400 dan buyog'i, 300 dan buyog'i bu mutaakhir ulamolarning zamoni ekan. Boshqacha qilib aytganda, salaf va xalaf degan tushuncha ham bor. Ya'ni salaf solih deydigan bo'lsa, 3 asrgacha bo'lgan zotlar nazarda tutiladi. Undan keyingilar xalafdir. Ya'ni ikkalovi bir xil ma'noda. Salaf, xalaf, mutaqaddimin, mutaakhirin ikkalovi ham bir ma'noga dalolat qiladi. Va Asiruddin al-Abhari rahimahulloh bular o'sha mutaqaddim ulamolar dan emas, bu yerdagi, ya'ni mutaakhir ulamolar safidan bo'lganliklari uchun bu zotga nisbatan o'sha afdolul ulama il mutaakhirin deyaptilar. Va albatta bu yerda afdol deganda bu yerda ya'ni hukm nuqtai nazardan emas, ya'ni bu zot eng afzali shu kishi degan. Yo'q, bu yerda faqatgina u kishining xizmatlarini, ilmga bo'lgan xizmatlarini bir taqdir qilishlik uchun bunday madh aytyaptilar. Va bu narsa tabiiy holat. Masalan, ulamolarni sifatlashlik, xususan o'tgan ulamolarni yaxshi nom bilan zikr qilishlik, bu ham sunnatda bor bo'lgan narsa, ham shariatdagi odobdir. Hozirgi zamonga kelib, ma'asaf ba'zi kaltafahm o'zini ilmga nisbatlaydigan shunaqangi odamlar chiqib ketdi. O'tganlarga nisbatan qanaqadir bir yengil pisandlik bilan, balki salbiy narsa bilan gapirishni boshlashdi. Ya'ni bu narsani bilishimiz kerakki, ya'ni ayb nuqsonsiz inson bo'lmaydi. Yani Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kullu bani adam xato'un va xayrul xato'in at-tawwabun deganlar. Yani bu narsa kullu bani adam, tamam? Yani kullu bani adam, yani inson farzandlarini hammasi deyaptilar. Ko'p xato qiluvchi, muxtiun demayaptilar, xotiun demayaptilar. Xattoun siyg'ay mubolag'ada aytyaptilar. Bu bitta xato qilmaydi, ko'p xato qiladi deyaptilar. Shuning uchun ham islomda birodariga nisbatan, ahli qibla insonga nisbatan hukm qilishlik paytida yaxshiliklar ko'proq e'tiborga olinadi. Chunki yomonliklarni hamma qiladi. Hamma xatodan xoli emas. Har bir inson xato qiladi, qoqiladi. Shuning uchun tarixda o'tgan bo'lib ham ahli ilm bo'lgan, ilmda qandaydir iz qoldirgan zotlar, lekin ular o'tib ketgan bo'lsa, albatta ular haqida yaxshi zikr qilinish kerak. Va maqtalayotgan paytda ham, ya'ni mubolag'a qilib albatta aytish kerak. Chunki ularning xizmatlarini taqdir qilish bo'ladi. Yani bir yerda ham xuddi shunday afdol ulama al-mutaakhirin muayyan sohada albatta bu, chunki mutaakhirlar zamonida juda ham ko'p kitoblar yozilgan. Bu ham bu mantiq va ma'qulot ilmlari haqida juda ham ko'p kitoblar yozilgan. Lekin xususan Imom Asiruddin al-Abhari rahimahullohning bu kitoblari, ya'ni shunaqangi qabulga erishgan, xalq orasida mashhur bo'lgan. Shuning uchun ham demak bu Alloh subhanahu va taolo iroda qilgan narsa. Hozirgi paytda ham kitoblar juda ham ko'p yoziladi, lekin har bitta kitob darslik sifatida o'qitilmaydi. Shuning uchun ham demak darslik bo'lib asrlar mobaynida talabalar orasida qo'lma-qo'l bo'lib o'rganiladigan kitobga erishish, shunaqangi bo'lishlik bu albatta Alloh subhanahu va taoloning bir hikmati va Alloh subhanahu va taolo iroda qilsagina bo'ladigan narsa. Shu nuqtai nazarda albatta bu kishi mutaakhirlar, ulamolarning eng afzali bo'ladi. Chunki arzimagan kichkinagina risolalari shunaqangi butun dunyoda, barcha xalqlarda, barcha madrasalarda darslik sifatida o'qitiladi. Masalan, O'rta Osiyoda hop tushunarli, Hindiston o'lkalari, Afg'oniston, arab o'lkalarida, Afrikada, butun islom o'lkalarida hozirgi paytgacha hamma madrasalarda mazhablar va qarashlardan qat'iy nazar mantiq ilmida bu kishining matnlari dars qilib o'tiladi, e'tiborli hisoblanadi.
O'sha e'tiborda albatta bu narsa quruq mubolag'a emas, balki rostakam voqelikdagi gap bo'ladi. Qudvatul hukama'ir rosikhin, hukama hakimni jami, ya'ni shunaqangi rosix, ya'ni bu yerda pastda ya'ni jam'u rosikh ay ustuvor degan fors tilidagi ustuvor, ya'ni mustahkam, ilmiga mutamakkin bo'lgan zotlar degani. Shunaqangi hakim, hikmatga ega bo'lgan zotlarni peshvosi, qudvasi. Qudva ergashadigan degan, imomdek gap. Qudva ya'ni siz bir andoza olib unga ergashadigan kishiga nisbatan qudva deyiladi. Asiruddin al-Abhari, bu albatta buni atf bayon yoki badal qilamiz. Asiruddin bu kishining laqablari. Al-Abhari o'sha shaharga nisbat, undan tashqari As-Samarqandi bo'lgan nisbatlarda ham tanishib chiqdik. Tayyiballohu tharahu, Alloh subhanahu va taolo u kishini tuprog'ini xushbo'y qilsin. Va ja'alal jannata mathwahu, mathwa yotadigan joyi, ism zamon, ism makon siyg'asida o'sha joyini jannat qilsin. Albatta duo bu jumla mu'tarida duoiyadir va u zotning haqqiga duo qilyaptilar va haqiqatda ham bu kishi bunday duolarga sazovor bo'lgan zot, chunki bu kishi shu kichkinagina muxtasargina matnlari bilan juda ham ko'p insonlarga asrlar mobaynida ilmiyatga erishishlikda, to'g'ri tushunishlikda, ko'p katta fanlarni yaxshi tushunib idrok qilishlikda sabab bo'lganlar. Shuning uchun ham bu duoga shak shubhasiz sazovor bo'lgan zotlardandir. Nahmadulloh ala tawfiqihi, Alloh taologa uni tavfiqiga ko'ra hamd aytamiz. Ya'ni hamd aytamiz, madh qilamiz Alloh subhanahu va taoloning tavfiqiga ko'ra. Tavfiq nima? Tavfiq o'sha aqida kitoblarida o'tganmiz. Ya'ni tavfiq xalqul istito'a deyiladi. Ya'ni yoki xalqul qudrati alal xayr, bir bandani istitoatini yaratishlik, yoki o'sha boshqacha qilib soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, xalqul qudrati alal xayr, yaxshilikka bo'lgan uni qodir bo'lishligini yaratishligi. Albatta tavfiq doimo Allohdan bo'ladi. Agar Alloh subhanahu va taolo sizga tavfiq bersa, siz yaxshi ish qilasiz. Siz to'g'ri yo'l ustida bo'lasiz. Siz ibodat ustida bo'lasiz. Agar Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi bo'lmasa, siz to'g'ri yo'lda bo'la olmaysiz. Shuning uchun bu yerda biz albatta Alloh subhanahu va taologa bizga tavfiq berganiga hamd aytishimiz kerak. Demak, siz doimo yaxshi ish qilayotganda sizni o'zi juda ham aqlli bo'lganligingiz uchun emas, yoki sizda qandaydir bir yaxshi sifatlar mujassam bo'lganligi uchun emas. Yo'q, Alloh subhanahu va taolo shu narsani iroda qilganligi uchun, Alloh subhanahu va taolo sizga tavfiq berganligi uchun, sizda yaxshilik qilishlikka qudrat yaratganligi uchun, shu narsani shunday yaratib qo'yganligi uchun siz yaxshi ish qilyapsiz. Shuning uchun demak, inson doimo yaxshi ish qilayotgan paytda shayton kelar ekan. Yaxshi bir narsani qoylatsangiz, shayton kelar ekanda, ujubni insonga singdirishni, vasvasa qilishni boshlaydi ekan. Bu xususan talaba ilmlarda juda ham ko'p bo'ladi. O'zimiz alhamdulillah shu talab ilmlik qilayotgan paytimizda, yoshlik paytimizda bizga yaqin bo'lgan o'sha insonlar o'sha hujraga, madrasalarga ketishdan oldin shu narsani o'qtirishgan edi. Mabodo agar sen darsni yaxshi tushunsang, senga birinchi ochilsa, bir mug'laq, qiyin, muaqqat joy keldi, ishtibohli joy keldi, hech kim tushunmayapti, sen birinchi tushunding. Albatta shayton keladi shu paytda. Sen hujraga ketyapsan, mabodo senga shunaqangi birinchi ochilishi mumkin, yaxshi tushunishing mumkin, sinfdoshlaringga nisbatan tez biror bir narsani tugatishing mumkin. Mana shunaqangi paytda shayton albatta keladi. Kelganda shuni ana ko'rdingmi, sen shundaysan-da, bopladingmi, o sen zo'rsan. Mana shu narsani olib keladi. Shu paytda birdaniga to'xtaginda duo qilgin.
duo qil, o'sha alhamdulillahillazi faddalani ala kathiri mimma khalaqa tafdila. Mana shu narsani doimo ko'p aytgan deyishardi. Va alhamdulillah shu nasihatlarga men quloq soldim. Chunki talab ilmlik sizlarga aytaman, agar yaxshi insonda, yaxshi muhitda o'qisanglar, ajoyib Alloh subhanahu va taolo ajoyib bir karomatlarni ko'rsatadi. Chunki talab ilmlik maqomini o'zi juda ham ulug' maqomdir. Ixlosli inson, ixlosli bo'lib turib, siz talab ilm qilsangiz, nima ilm o'qishingizdan qat'iy nazar, ajoyib Alloh subhanahu va taolo sizga nisbatan ajoyib shunday karomatlarni inom qiladi. Ba'zida shunday bo'lishi mumkin, siz qiyin joy keldi, tushunish qiyin bo'lyapti. Umuman kitoblarni olyapsiz, hoshiyalarni olyapsiz, sharhlarni va hokazo insonlardan bir mukolama, muhodasa qilyapsiz, foydasi bo'lmayapti, yecha olmayapsiz. Lekin ba'zida tushda ko'rinadi shu narsa. Ya'ni tushda qanday? Masalan, o'sha joy sizni kimdir tushuntirmaydi, lekin nimadir ko'rasiz, siz kitob ustida o'zingizga bo'lgan holatingizda bir tursangiz, haligi joy yechilib turgan bo'ladi. Yoki qandaydir vaqt o'tadi, o'zidan yechiladi. Bu albatta Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi albatta bu narsa. Shuning uchun demak, talab ilm hozirgi paytda bu albatta qalb amallari, bu hammasi sulukga tegishli bo'lgan narsalar. Talab ilmlarda bu narsa hozir yo'q bo'lib ketdi. Talab ilmlarda na odob bor, na suluk bor, na ya'ni mujohada bor. Ya'ni mujohada, riyozat ham yo'q talab ilmlarda. Biz paytlarda unday bo'lmagan. Ya'ni masalan, kam yeyish, kam uxlash, sodda kiyinish, bu narsalarni lozim tutilgan. Shu narsa illoki bo'lgan. Shuning uchun ham demak, hozirgi talab ilmlar bilan gaplashsangiz, ularda bir shunaqangi bir jafofat sezasiz. Qandaydir bir quruqlik bor va masalan ruhiyat yo'q. Chunki suluk, o'zi nafs tarbiyalash, bu narsalar yo'q. Biz paytimizda men o'zim guvoh bo'lganman. Shunday talabalar bo'lardi. Zehni pastligidan lekin Allohga nisbatan shunaqangi tavozusi, Allohga nisbatan shunaqangi ular ya'ni xuzusi bor ediki va ixlosi bor ediki, kechqurun turishardi-da, talabalarni shunaqangi tualeti bormi, ularning kesaklari bormi, u paytda o'sha kesaklarini olib, yangilab, ya'ni hech kim buyurmasdi ularga. Ya'ni Alloh uchun shu ishni qilishardi-da, ya'ni go'yoki Alloh bilan uni o'zini orasidagi bir shunaqangi xufiya amali bo'lardi. Shu narsani ko'p qilishardi. Kirlarni yuvib qo'yishardi bir-birini, kirini. Nimaga? Shoyatki mana shu xizmatim bilan Alloh menga ilmga baraka bersa, meni zehnimni sal ochsadirdi. Ya'ni shunaqangi ixlosli bo'lgan insonlar. Ya'ni talab ilmlar, oddiy shu yosh talabalar bo'lgan. Ya'ni shunaqangi ixlosli bo'lgan. Yoki ustozga bo'lgan xizmat, masalan. Umuman olganda o'zini tutish, ko'chadan ovqat yemaslik degan narsalar bo'lgan. Chunki albatta ko'chadagi luqma har xil shubhalar bilan qilinadi ovqat. U paytda mana bunaqangi ximikatlar, har xil konsistensiyalar yo'q bo'lgan payt. Va faqat oddiy sodda insonlar ovqat pishirgan, o'shani ham ko'chadan yeyishmagan. Hozirgi paytda nimani olsangiz ichiga ximikat qo'shadi. Har bitta ximikat ichida siz uni formulasini bilmaydigan qanaqangi shunaqangi konsistensiyalar bor. Shunaqangi ichiga qo'shadigan narsalar bor, ingrediyentlar bor. O'sha narsa ichida shubha narsalar. Ya'ni bu narsalar haqida aytmayapmiz hozir. Ya'ni umuman oddiy inson natural pishirgan, o'zi hech qanday qo'shimchalarsiz, ya'ni halol, ya'ni mutlaqo halol bo'lgan narsa. O'sha narsalarni ham yemasdi talab ilmlar. Ko'chadan bo'lganligi uchun. O'zligisi yo hujrasida, yo madrasasida tayyorlangan narsani yerdi. Chunki tayyorlayotgan povurni bilishardi, tahorat qiladi, qo'lini yuvadi, ovqat qilishni bismillah deydi. Lekin ko'chadagi insondan siz aniq bir narsa ayta olmaysiz. O'ylayman, biz o'sha yosh bo'lganmiz, ko'chadan ovqat yemasdik shu narsa. Va biz ko'rgan talabalarning hammasi xuddi shu narsaga harakat qilardi. Shuning uchun ham ularda bir qandaydir ruhiyat bo'lgan. Ya'ni bu talab ilm bilan ko'rishsangiz, nur bo'lgan, gaplashsangiz odob bo'lgan. Bir-biri bilan gaplashganda ham, ya'ni shunday ilmni salobati, ilmni baraka va nuri sezilgan. Lekin hozirgi paytda mana shu narsa yo'q. Nimaga? Chunki tavfiq Alloh subhanahu va taolodan-da. Chunki inson masalan yaxshi o'qishi mumkin. Yaxshi o'qiganda o'zidan ketib qolish kerak emas-da.
Chunki bu narsa Alloh subhanahu va taolo beryapti. Yani sizniki emas u narsa aslida olganda. Sizniki bo'lmaganligi uchun siz o'zingiz bu narsaga loyiq emassiz. Sizga kimdir biror bir narsa beryapti deb siz shu maqtana olasizmi? Siz faxrlana olasizmi? Yo'q. Albatta haligi bergan insonga nisbatan nima? Tavozuli bo'lasiz. Shu kishi berdi, alhamdulillah menda bor deysiz. Shu kishiga mindan min rahmat deysiz. Bu kishi bermaganda menda bo'lmasdi deysiz. Shuning uchun ham demak talab ilm o'qiyotgan paytda biror bir narsaga erishdimi, darhol Alloh subhanahu va taologa iltijo qilish kerak, hamd aytish kerak. Uni tavfiqi, unga sizga bergan qudratga ko'ra siz Alloh subhanahu va taologa doimo hamd aytish kerak. Va shayton olib keladi ujubni. "O, ko'rdingmi?" deydi. "Ama zo'rmanda" deydi. "Ana men bundayman-da" deydi. Mana bu narsa o'z-o'zidan, chunki insonga o'zini maqtanishi, faxrlanishi yo'qadi. Inson tabiatiga yo'qadigan narsa bu narsa. Shuning uchun ham demak talab ilmlar bu narsaga juda ham voqif bo'lish kerak, ziyrak bo'lish kerak. Va nas'aluhu hidayata tariqihi va Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz. Va bu endi vav atf, nas'aluhu jumla ma'tufna alayh, nahmadulloh bo'ladi. Ya'ni bu ham maqulul qawl bo'ladi. Ya'ni jumla fi'liyaga atf qilinadi. Uni tavfiqiga ko'ra Allohga hamd aytamiz va undan o'zini yo'lini, hidoyatini so'raymiz. Hidayata tariqihi. Va hi zamir ham lafzul jalalaga boradi. Hidoyat, albatta hidoyat bir necha ma'noda keladi. Birinchisi ya'ni dalolat ma'nosida keladi. Matlub narsaga dalolat qilishlik ma'nosida keladi. Va ikkinchi ma'nosi isol ilal matlub ma'nosida keladi. Matlub narsaga erishish ma'nosida keladi. Masalan, Alloh subhanahu va taoloni innaka la tahdi man ahbabta walakinalloh yahdi man yasha oyat karimasi. Albatta sen hidoyatga boshlamaysan deyapti. Lekin Alloh subhanahu va taolo hidoyatga boshlaydi. Innaka la tahdi. Sen hidoyatga boshlamaysan deyapti. Lekin boshqa oyatda va innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Bu yerda shunday kelgan. Ya'ni bunday qarasangiz go'yoki tanoquzga o'xshaydi. Bu yerda hidoyat sen to'g'ri yo'lga hidoyatlaysan deyapti. Boshqasida sen hidoyatga boshlamaysan deyapti. Alloh hidoyatga boshlaydi deyapti. Bu yerda qandaydir tanoquz bormi? Yo'q. Chunki hidoya ikki xil ma'noda keladi. Birinchisi dalolat ma'nosida, matlub narsaga dalolat qilishlik ma'nosida. Va bu oyat karimada, ikkinchi oyat karimada sen to'g'ri yo'lga hidoyatlaysan deganda sen to'g'ri yo'lga qolgan insonlarni dalolat qilasan degan ma'no bo'ladi. Xo'p, birinchi oyatda esa innaka la tahdi, sen hidoyatga boshlamaysan. Innaka la tahdi man ahbabta, sen hidoyatga boshlamaysan o'zing yaxshi ko'rgan kishilarni. Lekin Alloh subhanahu va taolo hidoyatga boshlaydi. Bu yerda esa al-isol ila al-matlub ma'nosida bo'ladi. Ya'ni sen qasd qilingan matlub bo'lgan narsaga yetishtira olmaysan degan. Ya'ni sen insonlarni hidoyat matlub narsa, to'g'ri yo'lda bo'lishlik, o'sha narsaga sen yetkazib qo'ya olmaysan. Lekin dalolat qilishi mumkin degan ma'no bo'ladi-da. Demak, shuning uchun bu yerda hech qanday tanoquz yo'q. Bu ham Qur'oni Karimda tanoquz bo'lishligi mumkin emas, chunki u Qur'on mo'jiz va bir oyat keltirishlikdan butun arablarni bulag'o va shuvalolari ojiz bo'lgan, shunaqangi tahaddiy qilgan kitobdir. Va shuning uchun ham bu mo'jiza, unda tanoquz bo'lishligi mumkin emas. Hozirgi paytda ko'pchilik harakat qiladi, o'zicha oldingi paytda bo'lardi. Arab xristianlarning kanali, hozir ham bo'lsa kerak, bu Sputnikoviy televideniyada bo'lardi. Misr va Suriyani nasroniylari chiqib olib o'zicha Qur'onni tanqid qilishardi. Ya'ni masalan biri chiqib olib gapiryapti-da, bu yerda deydi Qur'onda deydi ko'p deydi shunaqangi tanoquzlar, ya'ni teskari kelishlari. Masalan deydi bu yerda g'oyib siyg'asida boshlanadi, birdaniga muxotobga o'tib ketadi deydi.
buni har xil odamlar yozgan, har xil deb turib shunday aytyapti. Aslida olganda har qanday arab tilini o'rgangan tilshunos, chuqur o'rgangan, e'tiborli tilshunos biladiki, bu yerdagi narsa iltifotdir. Masalan, Fotiha surasida Alhamdulillahi Robbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin. Bularning hammasi qaysi siyg'ada? Bu albatta g'oybatda aytilyapti. Uchinchi shaxs aytyapti. Lekin iyyaka na'budusi birdaniga ikkinchi shaxsga o'tib ketilyapti. Bu narsani bir holatdan ikkinchi holatga intiqol, buni iltifat deyiladi. Buni albatta o'zini chiroyli, nozik, juda ham balog'iy bo'lgan dalolatlari bor. Uni hamma ham eplolmaydi bu narsani. Demak, buni til o'rgangan, chuqur o'rgangan inson biladi bu narsani. Lekin u kalta fahmlar o'zicha e'tiroz biladi. Ya'ni Qur'onda tanoquz bor deyapti. Yo'q, aslida unday emas. Xo'p. Demak, bu yerda ham hidoya shunaqangi ikki xil ma'noga ega ekan. Albatta bu yerda inshaalloh ko'p to'xtalamiz. Hidoyani o'zi uch xil holatda ishlatilishligi, bu yerda ko'p narsa va shoyatki tafsir ilmida yoki boshqa lug'at kitoblarida bu narsani bahs qilamiz. Va ilhamal haqqi bi tahqiqihi va ilhamal haqq hidoyata tariqihiga ma'tuf bo'ladi. Va haqni ilhom qilishligini so'raymiz. Bitahqiqihi, o'sha Alloh subhanahu va taolo o'sha narsani tahqiq qilib berishligi bilan, haqiqatlab berishligi bilan degan. Va nusolli ala Muhammadin va alihi va itratihi va salovat aytamiz. Va albatta bu yerda savol bo'ladi, sunnatda vorid bo'lgan narsa salovat va salom birga aytishlik. Nimaga bu yerda musannif faqatgina salatga ya'ni inhisor qilyaptilar, faqatgina shunga chegaralanyaptilar. Nima uchun? Aytiladiki, bu ham joiz asl olganda. Salovat va salom eng komil ko'rinishi. Gohida salovat o'zi bilan yoki salomni o'zi bilan chegaralashlik bu ham joiz. Lekin salovat va salam shunaqaki, o'zi aslida ma'nolariga keladigan bo'lsak, aytiladi bu bir foydalardan. As-salatu was-salam idza ijtama'ata iftaraqata, idza iftaraqata ijtama'ata deyiladi. Ya'ni agar salot va salom birga keladigan bo'lsa, birga kelsa, unda ma'nolari har xil bo'ladi. Lekin bitta o'zi kelsa, ikkalovidan bittasi yo salom keldi yoki salotni o'zi keldi, unda bir bo'ladi ma'nosi. Siz masalan salom aytdi degan ma'noda siz ishlatsangiz ham bo'laveradi, yolg'iz kelgan o'rinda. Lekin birga kelgan paytda unda ular ikki xil alohida narsa bo'ladi. Yani bu lug'aviy jihatdan. Va albatta salat bu yerda ko'p ma'nolari bor va bu narsa haqida ham bahs qilganmiz. Ya'ni as-salatu minalloh va as-salatu minal malaika va as-salatu minal ibad bularning ma'nolariga to'xtalganmiz. Hozir bunga to'xtalmaymiz. Bu ham albatta lug'aviy foydalardandir. Ala Muhammadin, Muhammadga va alihi va oilasiga, al ya'ni shu ahl oila yoki umuman olganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan kishilar nazar tutilyapti. U sahobalar bo'lsin, tobiinlar bo'lsin, hozirgi zamon insonlarigacha bo'lgan mu'min, sodiq, sunnatga amal qiladigan kishilar. Va itratihi, itra deganda endi zurriyot nazar tutiladi. Biz itra agar qo'shilmaganda al deganda, demak biz aytishimiz mumkin edi. Demak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zurriyotlari. Lekin itradan iroda qilgan narsa ko'proq o'sha o'zini zurriyoti. Ya'ni al bu yerda demak umumiy ma'noda. Ya'ni ham sahobalar, ham tobiinlar va ulardan keyingi hatto hozirgi kundagi o'sha taqvodor, sunnatga amal qiladigan musulmonlar ham kirib ketaveradi. Xo'p. Lekin eng yaxshisi baribir salovat aytayotganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin albatta sahobalarni zikr qilishlikdir. Chunki bu shiyalardan sunniylarni ajratib turadigan asosiy bir momentlardandir. Chunki ular masalan salovat aytganda ham sahobalarni qo'shmaydi. Chunki ular sahobalarga qadah yetkazishadi. Shuning uchun ham bu yerda ala Muhammadin va alihi va itratihi bu narsa albatta sahobani zikr qilmadi deb turib bu kishini unaqangi tashayyuda sifatlab bo'lmaydi. Na'udhu billah. Lekin baribir
eng yaxshi ko'rinish sahobalarni zikr qilishlik. Payg'ambardan keyin albatta sahobalarni zikr qilishlik bu ahli sunna va jamoani asosiy bir belgilaridan hisoblanadi. Amma ba'd